Ruslarda bir maqol bor. Что написано пером, того не вырубишь топором. Nimani pero bilan yozgan bo'lsang, buni bolta bilan ham yo'q qila olmaysan. O'zbeklarda esa boshqa maqol bor. Xatga tushding, o'tga tushding. Shuning uchun hech kim xatga tushishni xohlamaydi. Bugungi suhbatimizga bu maqollarning nima aloqasi borligini suhbatimiz so'ngida bilib olasiz. Agar siz birovga qarz bersangiz, eski diniy tomondan ham, xalqimiz urf-odatlariga ko'ra va qonunda ham albatta bu yozuv, chizuv ishlari, ya'ni yozma tilxat va guvohlar ishtirokida berilgani ma'qul. Chunki zamon nozik, insonlarga esa ishonch kamayib boryapti. Ertaga siz bu qarzni qaytara olmasligingiz, ya'ni o'sha bergan pulingizni qaytarib ola olmasligingizni muhofaza qilish uchun, kafolatini, garantiyasini olish uchun ana shu yozuv chizuvni, tilxatni amalga oshirganingiz ma'qul. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida eng kam oylik ish haqining 10 baravaridan yuqori summalardagi pulni demak yozma tilxat orqali tasdiqlanishi lozim. Shundagina ertaga sud va boshqa organlarga murojaat qilib, ana shu pulni undirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu qonunda aniq ko'rsatilgan. Audio yozuvlar, video yozuvlar ikkinchi darajali dalil hisoblanadi. Yozma dalil, ya'ni tilxat orqali rasmiylashtirilishi, yozma shartnoma qilinishi qonunchilikda mustahkamlab qo'yilgan. Ana shu oddiygina tilxat, oddiy oq qog'ozga yozilgan va ana shu qarz olgan inson tomonidan tasdiqlangan, qo'li bilan yozilgan, imzolar qo'yilgan tilxat sizni pulni qaytarib olishingiz uchun ish quroli va dalil hisoblanadi. Oddiy o'sha qog'ozda yozilgan tilxat bilan siz ertaga pullaringizni qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozirgi zamonda juda ko'plab insonlarni birovlarda haqqi qolib ketishi, o'z haqqini olish uchun turli organlarga yugur-yugur qilishini sabablaridan biri insonlar o'rtasida mana shu oddiy qoidaga rioya qilinmasligi oqibati hisoblanadi. Demak, ana shu tilxatlarni o'z vaqtida rasmiylashtiring. Pul bersangiz, tilxat orqali bering va kelajakda qanday qilib qaytarib olishda muammolar bo'lishini qonuniy yechimini olib qo'ying oldindan. Ya'ni o'zingizni ehtiyot choralaringizni ko'ring. Xuddi shuningdek, boshqa sohalarda, ya'ni misol uchun jinoyat qonunchiligida ham ana shu yozma dalillar kuchli ahamiyatga ega. Sizni so'roq jarayonida bergan ko'rgazmalaringizni o'z imzoingiz bilan tasdiqlashingiz kerak. Imzo bilan tasdiqlagandan so'ng u yuridik qadr qimmatga kuchga ega bo'ladi va bu narsa kelajakda sizga qarshi ham ishlashi mumkin. Shuning uchun so'roq savollarda, suhbatlarda agar qaysidir deylik hujjatlarga qo'l qo'yadigan bo'lsangiz, albatta u hujjatlar bilan tanishib chiqing. U bank bilan tuzilgan kredit shartnomasi bo'ladimi yoki tergovchi bilan bo'lgan guvoh sifatida sizni so'roq qilish bayonnomasimi, barchasiga albatta tanishib chiqqandan so'ng agar bu fikrlarga rozi bo'lsangizgina qo'l qo'ying. Chunki juda ko'p hayotda kuzatganmiz, oddiygina so'roq bayonnomasidagi 2-3 jumla Jinoyat kodeksidagi ana shu insonga qo'yiladigan aybni 2 baravarga oshirishga ham olib kelishi mumkin. Shunday ekan, o'zingiz huquqiy jihatdan tushungan, bilgan hujjatlarga, uni oqibatlariga ko'zingiz yetgan holda qo'l qo'ying. Shundagina o'zingizning huquqlaringizni himoya qilish, ertaga yo'q joydan bir majburiyatni bo'yningizga olishni oldini olishingiz mumkin. Bu sizni huquqiy ongingiz yuksalayotganligini anglatadi. Agarda aqlingiz yetmasa hech narsaga qo'l qo'ymang. Sizni hech qanday hujjatga kimdir majburlab qo'l qo'ydirishga huquqi ham, imkoniyati ham yo'q. Agar shu tarzda sizni majburlab qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydiriladigan bo'lsa, bu qanday bosim bo'lishidan qat'iy nazar, bu kelajakda ana shu shartnomalarni haqiqiy emasligiga ham olib kelishi mumkin. Chunki majburlab, qo'rqitib, turli bosimlar ostida imzolangan shartnomalar kelajakda fuqarolik sudlari yoki boshqa organlar tomonidan haqiqiy emasligiga ham olib keladi. Shunday ekan, o'z huquqlaringizni bilgan holda har bir huquqiy hujjatni albatta tanishib chiqib, keyin imzolashingizni tavsiya qilaman.